Buni diqqat bilan eshiting. Steve Jobs milliarder sifatida 56 yoshida 7 milliard dollar sarmoya bilan oshqozon osti bezi saratonidan vafot etdi. Bu uning so'nggi so'zlaridan ba'zilari xolos. Shu daqiqada to'shakda kasal bo'lib yotarkanman va butun umrimni eslarkanman. Yaqinlashib kelayotgan o'lim qarshisida barcha e'tiroflar va boyliklar ahamiyatsiz ekanligini angladim. Yoshimiz ulg'aygan sari aqlliroq bo'lamiz va asta-sekin soatning narxi 30 dollarmi yoki 300 dollarmi, ikkisi ham bir xil vaqtni ko'rsatishini tushunib yetamiz. Inkor etib bo'lmaydigan ikkita fakt bor. Birinchisi, farzandlaringizni boy bo'lishga o'rgatmang. Ularni baxtli bo'lishga o'rgating, toki ulg'ayganlarida narsalarning narxini emas, qiymatini bilsinlar. Ikkinchisi, ovqatingni dori o'rnida ye. Aks holda dorini ovqat o'rnida yeyishga to'g'ri keladi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, millionerlar klubiga obuna bo'lishni unutmang.